Assalomu alaykum aziz do'stlar. Biz mana Sunlight zavodida ozgina o'sha obodonlashtirish ishlarini qilyapmiz. Mana bu bizning bazaviy gruntimiz. Uzun marketda ham sotiladigani, faqat uzun marketda elatib, chiroyli qilib sotamiz. Ko'plar bu loyni o'zi, turpoqni o'zi deydi. Hech qanaqa. Bu yerda sostavda torf, biogomus, chirindi bor, qum, klines bor. Mashinaqa. Lekin mayli. Bu pokeni men bu tuvak bilan nimaga olganim sababi, videoning sababi bu tuvaga limon ekiladi. Limonni ham to'g'ridan-to'g'ri mana shu turpoqqa ekamiz. Hozir buni oldin drenaj qilish kerak. Drenaj. Tuvak shundan ham katta. Shuning uchun tagiga yengil drenaj qo'yiladi. O'zi turpog'idan ham o'zi og'ir bo'ladi. Yengil drenaj qo'yib olaman. Undan keyin ozgina grunt solib limonni ko'chiramiz bu yerda. Mana shu limon ko'chatini xohlasa ko'chiramiz. Hozir kattaroq tuvagiga turpog'ini almashtirib. Hop, mana limon ko'chatini eski tuvagidan chiqarib qo'yganmiz, sindirib. Manaqa bor. Drenaj bor. Oddiy pokaydan ham drenaj qilsa bo'ladi. Bu agarda tuvak katta bo'lsa, yengil bo'lsin deb navarot pokay bo'lgani yaxshi. Ozgina keyin biogomusdan soldik. Hozir mana shu universalniy qorishmamiz bilan mana shu turpoqni, aniq bazaviy gruntni aralashtirib, buni solganimizdan keyin solaveramiz. Limon ko'chatimiz bor. Mana o'zi qorlashib qoldi. Ancha kattaroq tuvakka o'tkazamiz. Bo'ldi. Yaqinroq kelib olsangiz ham bo'ladi. Mana shundoq yoyilayotgan bazaviy grunt. Bekitadigan joy yo'q mana. Ko'ptigman. Bo'ldi. Bir-biriga aralashtirib olamiz. Bu sal yengillashdimi? Zo'r. Ana endi buni joylashtirib ko'rish kerak. Qanaqa cho'kadimi, cho'kmaydimi? Ha, kakras ekan. Bo'ldi. Mana shunday tursa, bu yoqda grunt bilan yo'lamiz. Bu rasa yeb olar ekan. Tuvak kichkina tuyuladi, lekin rasa ham yeb oladi. Bizda mahsulotimizda bitta kamchilik bor. Nima desangiz, mahsulotimiz doim kamlik qiladi. Yetmaydi. Tez tugab qoladi. Shuning uchun ikkinchisini ham ochamiz. Hop. Limonni oxirigacha ko'chirib olaylik deb ikkinchi qorishmamizni qo'shdik. O'rtani turgan joydan o'sha poyasi boshlanishini ko'ndirmaslik kerak. Keyin o'zi ham cho'kadi, ildizi ham otilib chekkalarga o'sadi. Mana bo'lmasa, o'sha kichkina limonchalari bor, lekin o'sha gulaban bo'lgan. Tayyor. Do'stlar, mana Pyotr Plexanovdan universal qorishma. Olib ishlating. Kam bo'lsa, uzun marketdan zakaz qilaverasiz. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Sizlar bilan birga Pyotr Plexanov bo'ldi. Gullaringizdan hech qachon va o'zingizdan ham tabassum arimasin.